Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun klinikamizda yana bir Parkinsonizm kasaliga chalingan va ahvollari, yurishlari, harakatlari to'liq qiyinlashib qolgan, gapirishlari qiyin bo'lib qolgan, harakatlari juda ham qattiq chegaralanib yura olmaydigan darajagacha yetib qolgan akamiz murojaat qilgandilar Qashqadaryo viloyatidan. Bahrom akam, Bahodir akamlar, ming bor uzr. Bahodir akamlar 72 yoshdalar. Bizga kelganiga bugun 8-kun inshaalloh lecheniyalarni oldilar, to'g'ri tashxis qo'yib oldik, dorilarni korreksiya qilib oldik. Undan tashqari bugungi kunda qo'llaniladigan barcha eng yaxshi sifatli zamonaviy dori-darmon vositalarini hamda transkranial magnit stimulyatsiyasi, ya'ni bosh miyaga qo'yiladigan o'sha apparatlar yordamida, fiziolecheniya, massajlar yordamida akamizni davoladik. Endi ruxsat beramiz xudo xolasa ertaga. Inshaalloh juda ham yaxshi rezultatlar bilan ketyaptilar. Aka, nima deysiz endi bir taassurotlaringizni aytib beringchi. Kelgan vaqtim gapirmasdim. Oyog'imni bosolmasdim. Qo'limga bir piyola ushlolmasdim. Ovqatlana olmasdingiz o'zingiz? Mustaqil ovqatlanolmasdim. Xudoga shukr, hozir hammasi bemalol yuribman, ovqatlanyapman. Juda ham yaxshi. Hammasi o'tib ketdi. Shifokorlarga katta rahmat. Rahmat. Ajoyib malika ekan. Rahmat. Shifoxona ekan. Rahmat aka. Xodimlar ham juda yaxshi insonlar ekan. Biz juda mamnunmiz malikadan. Rahmat, baraka toping, rozi bo'ling sizlar, shifosini bersin. Bir yurib ko'rsatsak, harakatlarni qilib ko'rsatsak yaxshi bo'lardi. Kimda xuddi shunday nevrologik kasalliklardan aziyat chekayotgan bo'lsa, nafaqat Parkinsonizm, bosh miyaga oid bo'lgan barcha xil turdagi nerv kasalliklari, o'sma kasalliklarini olib tashlagandan keyin, ya'ni operatsiyadan keyingi holatlar, osteoxondrozlar, bel og'riqlari, churralar, undan tashqari perifer nerv sistemasi kasalliklari, sahrin diabetdan keyin nerv kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan asoratlar, yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni bizning klinikamizda davolanishadi va eng zamonaviy usullar bilan, eng ilg'or texnologiyalar bilan inshaalloh dardingizga malham bo'lamiz. Bizda barcha tekshirish turlari mavjud. Kelib tekshirinib, to'g'ri tashxislanib, davolanib ketsalaringiz bo'ladi. Mehnatimizni ozgina qadrlab, like bosib, podpiska bo'lib qo'ysalar juda ham mamnun bo'lardik. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.